Cherry Tiggo 7 Pro Luxury hamda Premium varianti 150 million boshlang'ich to'lovdan chiqadi. Bu esa 180 million boshlang'ich to'lovdan chiqadi. Propan, metan qo'yib beramiz o'zimizdan hamda bepul polik yana polniy bak benzin qilib beramiz. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Cherry avtosalondan sizlar uchun bomba aksiyalarni qilishda davom etamiz. Oldingi videorolikimiz ijtimoiy sahifalarni portlatdi. Do'stlar, bizda ikki xil komplektatsiya bor. Cherry Tiggo 7, Cherry Tiggo 7 Pro'si. Hozir mana shu avtomobillarga to'liq narx-navosini, rasrochkasini tushuntirib o'tib ketamiz. Juda ham ko'pchilik insonlar bizdan so'rashadi, halol nasiya savdoga. Pashasta, keling, Cherry avtosalonga kelinglar. Avtosalon rahbarlari tomonidan cho'ntagimizdan qilib beramiz dedingiz, aka aksiyalarni. Qilib beramiz. Akalar, kelish kerak, bosib olish kerak. Kechagi videorolikda 70 million so'm bilan ham Cherry avtomobillarini obzorlarini ko'rsatdik. Bugun ham xalq mazaqsimi? Aka, nima dedingiz? Bo'ladi. Bitta portlatib berasiz internetda. Bo'lsin. Bizdan yana tonirovka qo'shib beramiz. Mayli. Tonirovkasi ham bonus. Akalar, ko'rayotgan bo'lsinglar, bu birinchi pozitsiya, aka? Ha, bu birinchi pozitsiyasi. Xo'p, qancha to'lov bilan dedingiz buni? Bu 150 million so'm evaziga olib chiqib ketsanglar bo'ladi. 150 million so'm evaziga akalar Cherry Tiggo 7 ni avtosalondan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. 7 Pro'sini ham deyarli ozgincha razницasi bor xolos, aka. Xuddi shunday. Bu 311 million bo'lsa, bu 344 million 900. Ana shunday gaplar. Xo'p, halol nasiya savdoga aytayotgan narxlarimiz akalar o'zini pulini oyma-oy to'lab ketishingiz mumkin bo'ladi. Qarang, aka, ba'zi bir insonchilik-ku, bir oy to'lashadi-da, ikkinchi oyga jichcha qiynalib qolishlari mumkin bo'ladi. Ana shunaqa vaziyatlarda nima qilishsa bo'ladi? Biz endi hammamizga maslahat beramiz, hamma mijozlarimizga ko'proq to'lab qo'yib, keyin oyma-oy sal kamroq tushaversin yoki birinchi oy, например, pul kelganda shunday to'lab qo'yishsin-da, ikkinchi oy o'zi qiynalmay sekin-sekin to'laveradi. Asosiy qarzdan urib olsa, yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Ha, bir oy to'lamay qolsa, keyingi oy qo'shib to'lab qo'ysa ham bo'ladimi demoqchiman? Bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Akalar, aytgan narxlarimizni butun O'zbekiston bo'yicha chiqazib beramiz. Bo'ladi. Qarang, aka, bitta pasportlar bilan kelishsa bo'ldimi? Ha, bitta pasport evaziga. Bitta pasport evaziga. Bitta pasport evaziga. Akalar, bir dona pasportingiz bilan kelasiz, ishingizni bir kunda bitkazib berishadi. Akalar, Arentor, Chilonzor, Oasis, Aquapark ko'rayotgan bo'lsanglar, Bunyodkor stadioningizga yetmasdan Qarmashkaga kirganingizda Cherry avtosalon o'zi bittada ko'rinib turadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, o'zini tan narxi necha pul aka buni? Buni tan narxi aka 311 million 900 ming so'm. 311 million 900 ming so'm. 900 ming so'm. Kelinglar, akalar, skidkani bombalari bo'ladi. Aka, dvigatellarni ham bitta ochib ko'rsanglar, keyin salondagi funksiyalarni, qulayliklarni hammasini tushuntirib ketamiz. Qorasi bor. Ko'rsatganimizdek test drive qilib haydab ko'rsanglar bo'ladi. Hamma avtomobillarni do'stlar ko'rayotgan bo'lsanglar, qorasi ham olov narxda. Xo'p, bu 1.5 turbinali, aka? Ha, 1.5 turbinali dvigatel. Hamma narsasi bor. Расходi 8 ta atrofda. Da, 8 ta atrofida bu shahar ichida. Agar trassada bo'lsa 6 ga tushadi. Ana shunday. Dalnida 6 tagacha ham tushirsa bo'ladi. Akalar, 5 yil kafolat bilan Cherry avtosalondan olib chiqib kelsanglar bo'ladi. Ichki salonlarni ham bitta ko'rsatamiz. Rulga chiqingda, aka. Xo'p. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Akalar, mana salonlari ko'rayotgan bo'lsanglar. Bismillah. Bundagi qulayliklarimiz, aka, klimat kontrolning zona, sidinalarimiz, abagrevi bor. Isitish tizimiga ega, bu rul ham isitish tizimiga ega. Bu endi prostory varianti, lekin bunda ham bor, praktorniklari bor. Orqadagi kamera ham mavjud, 360 bo'lmasa ham, zato kamerasi bor. Magnitofonni o'chirib qo'ying. Bo'ldi, hozir o'chirib qo'yamiz. Xo'p, bo'ladi. Aka, buni rusifikatsiya qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Buni o'zi mana rusifikatsiya mavjud. O'zbek tiliga ham programma qilsa bo'ladi. Ha, o'zbek tiliga ham o'tkazib olsa bo'ladi. Bo'ladi. Ana shunday sistema qilib, mana rus tili emas. Bunda mana o'zbek tili bor. O'zbek tiliga qilsa hamma narsa o'zbek tilida bo'ladi. Ana shunday. Zavodskoy. Xo'p, luki yo'q. Luki yo'q, 360 kamera anaqasi yo'q. Lekin bunda mana orqa kamerasi bor, parktroniklari bor, bemalol ko'rsa bo'ladi. Shu motori bir xil, faqat shu ikkita farqida-da. Luk 360 kamera anaqasi. Abagari, Abduf yo'q. Abdufam yo'q. Abdufam yo'q. Akalar, boshqa tomonlama deyarli bir xil. Shunda ikkalasining o'rtasidagi narx primerni qanchani tashkil qilyapti, aka? Ya, 30 millionda. 30 million so'm, ha? Ha, 30-40 million atrofida shu. Sizlarda imkoniyat 30 million so'm arzonrog'iga
panorama tom, obdushdini и shunaqa nimalari yo'q, boshqa hamma qulayliklarga ega do'stlar. Zo'r, akalar, bosish kerak. Niyat qilgan insonlar niyatlaringizga yetamiz. Tigo 7 Pro premium varianti. Mana ichini ham ko'rsatsangiz bo'ladi, bir xil. Bir xil ichi. Olib qo'ydi, endi qilib bermasin deb. Bu yerda ham xuddi shu narsa, xuddi shunaqa displeylar, hamma narsa, faqat farq nimada bu yerda? Mana беспроводной zaryadka bor, bu yerda lyuka ham bor, endi buni zavod qilsa ochiladi. Shu akustikasi yaxshiroq, bu yerda desa bo'ladi. Akustikasi yaxshiroq и mashina siz aytgandek anchagina yumshoq. Hop, kulchi yo'q, yonimizda do'stlar ko'rayotganmiz seni. Podstakanchiklari беспроводной zaryadka поддержка qiladi do'stlar ko'rayotganingdek. Mana sizlarga akalar hamma qulayliklari bor. Avtoparkovka do'stlar, 360 kamera, 360 gradus kamera и голосовое управление, руль подогрев. Hamma yo'llari bor do'stlar. Bunda adaptivniy kruiz kontrollari ham bor. Bor. Adaptivniy kruiz kontrol u bazoviysida ham, bunda ham bor. Unda ham, bunda ham bor. Ikkovsida ham adaptivniy kruiz kontrollari bor. Xo'p, buni ham akustikalari soniymi yoki Yo'q, buni akustikasi soniy emas. Bu o'zi Cherry'ning akustikasi, lekin bunda o'zi bas sodержание zo'rda, bas yaxshigina beradi. Endi shuncha qimmat pulga olgandan keyin albatta do'stlar, nima qilsa bo'ladi. Tigo 7 pamitli elektronniy sidinalar do'stlar. Xo'p. Orqa o'rindiqlari ham anchagina keng holatda. Motori bir xil, unda ham, bunda ham, prosta top premiumda bu yopilgan bo'ladi. Luxuryda ochuv bo'lsa, bunda yopiq motori. Nop qarasa, atak motori bir xil. Motor bir xil. Полностью защита do'stlar, ko'rayotganmiz seni. Avtomobil endi haydab ko'rib yurgan insonlar bor, aka. Ko'p maqtashni umuman kerak yo'q. Menda yurgan insonlarga ortiqcha ta'riflash kerak yo'q. To'liq narxi necha pul dedi aka buni? 344 million 900 ming so'm. 344 million so'm, 900 ming so'mni tashkil qiladi do'stlar. Gap yo'q. Rasxodlari-chi yoki bir xil, a? Bir xil. Rasxod tomonlama hamma joylari bir xil. Voy, mashalloh, akalar. Elektronniy bagaj, yukxonasi ham anchagina keng do'stlar. Shturkalari ham bor. Shtorka, zapaska, hamma instrumentlari ichida, domkrat. То есть umuman muammo bo'lmaydi. Kelish kerak, akalar, test drive qilish kerak, mana bu avtomobillarni olib chiqib kelsang bo'ladi. Eng kamida qancha pullari bo'lsa ham yoki kredit qilib chiqarib bo'lsa bo'ladi. Tak, eng kamida bu mashinani 60 millionga kredit qilib chiqarib olsa bo'ladi. 60 million so'm atrofida. O'zi 50 millionga ham chiqadi, 60 million odam ham qiynalib qolmaydi. Bo'ladi. Hamma xarajatlari ichida shunday ketadi. Shu. Akalar, O'zbekiston 12 ta viloyat bo'yicha podpichkalarimiz kelaverasizlar. Cherry avtosaloni barchalarni xursand qilgan holatda avtomobillarni test drive'larga berishadi. Aytishadi-yu, yo'qsa, aka olib chiqib ketsa bo'ladi. Hozir akamiz ham keldilar, test drive'ga chiqib ketishdi, sirazi do'stlar, o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. Narx-navlar hammasi, lekin zo'r. Endi bu aytilgan narxdan ham o'zimiz maqsa bo'ladi, aka, haligi. Endi bizdan sovg'alar, Biz Xudo xolisa kelishsa, biz xafa qilmaymiz. Bizdan hamma mijozlar rozi bo'lib chiqib ketishadi, xursand. Shunga men o'ylashim bo'yicha hammani ko'nglini topamiz. Endi haligi narxidan nima zo'r, o'zbekmiz, baribir aka savdolashib qo'yishadi-da avtosalonda ham. Endi bu narxlar уже qo'yilgan. Bu narxlardan biz kelishtirib bera olmaymiz, lekin sovg'alar qilib bera olamiz. Price chiqib bo'lgan o'zi, narxi. Akalar, kelinglar, barchanglarni Chilonzordagi Cherry avtosalonida kutib qolamiz. Okajon, har doimgidek sizga yana bir bor kattakon rahmat. Bo'ldi akajon. Ma'lumotlar uchun. Xo'p, xayrli bo'lsin. Yaxshilikni ko'rishing.